3 kunlik vebinaringizni hammasini mana bu barot kechalariga to'g'ri kelganligi uchun 3 kun Ha. ro'za tutdim. Aha, молодец. Aytgandim, beremenniman hozir. Qornimda 4 oylik farzandim bor. Lekin har safargi beremennilik davrimda ro'za tutaman, judayam yengil o'tkazaman. Menga yoqadi ro'za tutish homiladorlik davrimda bo'lsa ham. Bu safargisini sizni yozib bergan anaqalaringiz, retseptlaringiz bo'yicha o'tkazganim uchun ishoning shunaqa yengil o'tdi. Mazza qildim. Umuman bosh og'riq bo'lmadi. Даже 3-chi kuni anaqaga bozorga chiqib keldim, ishonasizmi? Yo'q, shuncha ko'p fizический kuchingiz ham paydo bo'ldi. Bemalol yo'qolib qolmadimi? Har kunim anaqa bo'ldi. Nima deydi? Bozorga chiqsam boshim og'rib qolardi. Tezda uyga kelib shunaqangi dori ichib, bir uxlab turmagunimgacha bosh og'rig'i o'tib ketmasdi-da. Odatda ro'za tutmagan vaqtlaringizda shunaqa bo'lardi. Tutmagan paytlarimda shunaqa bo'lardi. Lekin bu safar bozorga chiqishga ham ulgurdim. Kelgandan keyin rosa qo'rquvdim. Boshim og'rib yotib qolsam, bolalarga qaramay qolsam deb rosa qo'rquvdim, lekin umuman hech narsa bo'lmadi. Suvsizlik, ortiqcha holsizlik, unaqa narsa umuman bo'lmadi. Shuning uchun qolman. Men bu 30 kunlik ro'za anaqasiga qo'shilaman deb niyat qilib turibman. Chunki biza hatto o'sha suv ichishni ham to'g'ri yo'lga qo'ymas ekanmiz. Men shu narsani tushunib yetdim. Qachon qaysi payt nima yeyish kerakligini bilsangiz, vaqtini to'g'ri taqsimlay olsangiz, organizmda o'sha siz yegan, iste'mol qilgan narsa hazm bo'lsa, bir-birini o'rnini to'ldirsa vaqtida, ortiqcha anaqangi noxushliklar bo'lmas ekan. Mana shu narsani tushunib yetdim men. Sizga katta Zo'r narsani anglabsiz, молодец. Ayni shu narsani yetkazmoqchi edik. rahmat, rosa xursand bo'ldim. Xudo xohlasa 30 kunlik vebinaringizga albatta qatnashaman. Qatnashingda ham tanangiz yengillashadi, ham ko'p savollar tug'iladi, bilim olasiz birinchi navbatda. Chunki bilim bo'lsa, bizlarda hayotimiz sifati yaxshilanadi. Keyin negadir pulimiz ham ekonom bo'ladi. Chunki oldin juda kerak emas narsalarga sarf qilib yuborgan bo'lsangiz, bu safar foydali narsa, lekin o'sha foydali narsalar arzon bo'ladi. Ayniqsa O'zbekistonda yashayapsizmi? O'zbekistonda ayniqsa judayam foydali narsalar rosa arzon, suv tekin. Lekin e'tibor qilmaymiz. O'sha bilimlarni olaversangiz, porsiyalarni o'rganadigan bo'lsangiz, qanaqa qilib oshni yeyish, qanaqa qilib lag'monni yeyish, qanaqa qilib o'sha manti baragimizni yeyishni o'rganadigan bo'lsangiz, ham ro'zangiz yengil o'tadi, ham har kuni har xil damlamalar berib boraman. O'sha orqali yana ham sizda nima deydi, tanangiz tozalanishi ko'proq bo'ladi. Shu menimcha bekordan-bekorga Alloh bizga ro'zani buyurmaganki, tanamizni poklanadigan davrida, bu tanani poklanadigan paytda bu safar ongli bilim bilan mutaxassisni ko'rsatmasi-yu, podдержкасы bilan qiladigan bo'lsangiz, bu yildagi ro'zangiz umuman boshqacha o'tadi. Inshaalloh qorningizdagi bola ham rosa sog'lom katta bo'ladi. Chunki onasi sog'lom bo'ladi. Rozi bo'lsin, ilmingiz ziyoda bo'lsin, bundan ham sizga mana shunaqangi bilimlarni berishdan charchamang. To'g'risi, men bunaqangi natija umuman kutmagandim. Har safar ro'za kelsalar intihorlik bilan kutaman, lekin charchab qolaman, holsizlik bo'ladi. Maktabda o'zim ham studentman, o'qishdan kelib ovqatlarga bolalarni darslarni qilgizishga ulgurmayman deb xavotirga tushardim. Shunaqa energiya paydo bo'ldi. Mazza qilardim menga o'zim hamchi. Xursandman, buncha zo'r. Butun oiladagilar shu narsaga chaqirsanman. Men safimga gap yo'q. bilan bo'linglar deb. Rahmat sizga. Xursand bo'ldim, молодец, gap yo'q. Endi bemalol 30 kunlik tuta olasiz.